halol aksiyalarni qanday qilib Akina platformasida tekshirib olishinglar mumkinligi va mana shu halollik statusini har bitta detallarini reporti orqali ko'rib olishinglarni Akinada sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi Akina platformasida o'zingizga kerakli bo'lgan tilni tanlaysiz. Ingliz tili, rus yoki bo'lmasam o'zbek tilini tanlab olgan holatda. Va tepadagi yoki men bu home page'imizda, asosiy sahifamizdagi bu joyda search yoki tepadagi searchda bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan aksiyani qidirishligingiz mumkin. Misol tariqasida bu yerda sizga mana Tesla aksiyasini qidirib ko'rsataman. Hammaga ma'lum bo'lgan kompaniya albatta. Mana shu joyda chiqqan halal belgisini ustiga bosilinadi va bu yerda ko'rib turganingizdek halol aksiyani reytingigacha chiqarib qo'yganmiz. Va bu narsa mutlaqo Akina platformasida bepul hisoblanadi. Akina platformasini boshqa platformalardan ajralib turadigan yana bir ajoyib xislati shundaki, Akina platformasida halollik statusini, mana shu halol yoki halol emas statusini mutlaqo tekinga ko'rasiz. Ba'zi bir platformalar bor. Ana shu platformalarda bu pullik hisoblanadi va undan tashqari agar mana shu statusni shunchaki qo'yib qo'ysa ham tekinga, lekin shariya reportini bular ochiqlab qo'yishmaydi. Buni ko'rishingiz uchun pullik servisni olishligingiz kerak bo'ladi. Pullik obunani olishligingiz kerak bo'ladi. Tarifni olishingiz kerak bo'ladi. Shu sababdan biz mana shu narsani mutlaq bepul qildik. Va bu yerda mana ko'rib turganingizdek, qachon oxirgi marta yangilanganligini ko'rishingiz mumkin, business activity'da nima bo'lganligini ko'rishingiz mumkin, interest bearing securities and assets nima bo'lganligini ko'rishingiz mumkin, interest bearing debt'ni ko'rishingiz mumkin, qanaqa holatda va mana shular asosida bular o'tdimi yoki o'tmadimi ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda buni boshqa tilga o'rganadigan bo'lsangiz, mana kompaniya faoliyati, foizli qimmatli qog'ozlar va aktivlar, foizli qarz, mana shu narsalarni barchasini mana xohlagan tilingizda ko'rib o'qib olishingiz mumkin. Bu yerda datalarni ko'rishingiz mumkin, qanaqa holatda necha foizi bo'lganligi va u qancha qiymatda bo'lganligini mana foizlarda kalkulyatsiyalarni ochiq holatda ko'rsatib qo'yganmiz. Va mana bu joyda raqam ko'rinishda, ya'ni bular dollarda hisoblangan raqam hisoblanadi. 94 milliard dollar asosiy halol savdolardan kelib tushgan va bu yerda non halal sales, ya'ni halol bo'lmagan savdolardan kelib tushgani 168 milliard dollar bo'lgan, umumiy 96 milliard daromad. Va bundan keyingisi interest bearing securities mana 30% dan past bo'lishligi kerakligi va bu 4.51 ligini ko'rsatib turibdi. Va mana bu joyda ham qancha qarzi borligi summada, foizda ko'rib olishligimiz mumkin va interest bearing deb qarzlari qanchaligini ko'rishimiz mumkin va mana bu yerda sonda va foizlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu mana shu necha foizligini ko'rsatadi. Bu esa mana shu foizni summasi qanchada? 977 milliard dollarlik kompaniyani o'sha foizli qarzlarini hisoblagan holatda mana qo'yib qo'yganmiz. Mana bu yerda ham kalkulyatsiyasi yana bir bor berib o'tilingan. Shu orqali siz xohlagan kompaniyangizni mana ko'rib turganingizdek foizlarigacha barcha ma'lumotlarini va mana shu halolligini mana shu foizlardan kelib chiqib necha baho beramiz 10 dan degan savolga javobni ham mana shu joyda olishligingiz mumkin bo'ladi. Halol reytingi, ya'ni 8 dan 10. Ya'ni bu hali halollik tarafdan anchagina mustahkam. Agarda halollik tarafdan 1, 2, 3 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni u anchagina zaif, yo halol emas, yoki anchagina zaiflashib qolgan. Haloldan halol emaslikka o'tib qolish ehtimoli anchagina yuqori bo'lishligi mumkin. Shu sababdan mana shunday xohlagan kompaniyangizni tekshirishingiz mumkin. Keling yana bir kompaniyani tekshirib o'tamiz. Misol uchun Apple kompaniyasini tekshiramiz. Hammaga ma'lum bo'lgan va buni ham albatta shariy report bo'limiga o'tishimiz mumkin yoki halal belgisi orqali o'tishligimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda halal reytingi 10 dan 10 bo'lgan holatda daromadlarni mana 100% holatda ko'rib turibmiz. Mana foizlarda kerak emas, interest bearing securities, ya'ni necha foizi bunga foizli daromad olib keladi. Mana shu narsalarni ko'rishimiz mumkin. Va undan tashqari interest bearing debt 299 bo'lgan holatda ko'rib turibmiz. Juda past
va reytingda bu o'sha 10 dan 10 bahoni olyapti. Bu demak Apple aksiyasini uzoq muddatga qo'rqmasdan ushlab tursa bo'ladi degan xulosani bizga beradi. Mana shunday o'zingiz xohlagan kompaniyani kirib, bemalol tekshirib, halolligini ko'rib olishingiz mumkin. Mana shunday belgini halol aksiyani ustiga bosasiz. Mana shu belgini ustiga bosadigan bo'lsangiz, Sharia report bo'limiga o'tadi. Agarda sizda ochilganda sal boshqacharoq ko'rinsa, albatta ro'yxatdan o'tib oling. Ro'yxatdan o'tib olishni boshqa videolarda ko'rsatganman. Aytib o'tganimdek, ro'yxatdan o'tsangiz, boshqa hech qanday obuna shart emas. Mana shu platformada aksiyalarni bemalol tekshirishligingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, mana shu bilan sizlarga Akinda platformasida qanday qilib halol aksiyalarni mutlaq tekinga tekshirish mumkinligi va unda nimalar borligi va bu qanday qilib boshqa platformalardan ajralib turishligini ko'rsatib berdim. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Boshqa bo'limlarni, kerakli funksiyalarni boshqa videolarda tushuntirganman. Shu sababdan bu videomiz shu joyiga yetdi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha Akinda platformasini tanlaganinglar uchun kattakon rahmat.